harakatni bildiradigan so'zlardan aytasizlar. Yuguryapti, o'ynayapti, o'qiyapti, sarkayapti, to'qiyapti, uchyapti, yuguryapti, beryapti, yuvyapti, olyapti, yozyapti, beryapti, Beryapti aytildi, o'tiring. O'tiring. olyapti, o'qiyapti, O'qiyapti aytildi. Ha, o'tiring. o'tiryapti, yozyapti, Yozyapti aytildi, o'tiring. Qani Muhammad Amin. 1, 2, 3 o'tiring. qo'yyapti, o'chiryapti, yozyapti, turyapti, yetalayapti, tashlayapti, o'ynayapti, O'ynayapti aytildimi? Aytildi, o'ynayapti, o'tiring. Demak, bugungi o'yinimiz g'olibi Mahmudova Muslima Qarshaklar.